Yunusobod 10-kvartalda to'rxona 4-qavat, razdelniy 5 qavatli uyda ulучшенный planirovka. Yaxshi bitta uy sotilyapti. Remonti, etaji, narxlari hammasini bitta o'zingizga ko'ra baho beringlar. Kim uy qidirib yurgan bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yasizlar, подписка like bosib qo'yinglar. Hozir uy ichiga kirib olamiz, hammasini uyda gaplashib olamiz. Uyimizga kirib oldik, to'rxona, mana kvadratli, shkoflari, koridor katta, yaxshi, sразу o'ng qo'lda mehmonxona bo'ladi. Remontlari yaxshi, chiroyli, mana ko'rib turganingizdek. Chiqqaningizdan keyin mana bu yerda детский, hozir bolalar qilayotgan ekan. Mana bu yoqda spalniy. To'g'ridan shkaldonni kelganingizda, mana shkof agar olib tashlaysiz juda keng bo'ladi. Mana bu yerdan katta spalniyimiz bor ekan. Spalniyimiz mana trapetsiya joylashganligi uchun konusli variant bo'ladi. Xuddi shu parallelni orqada ham mana shunaqa kladovkamiz bor, mana shu kladovkani o'rni. Kladovkadan chiqdingiz, kelganingizda mana bu yerda sanuzel, vannalar joylashgan. Bu yoqdan chiqqaningizdan keyin ana katta oshxona. Oshxonani bular balkonga olib chiqishgan. Mana hamma sharoitlar qo'yilgan. Chap qo'lda mana juda ham katta supa, 2 qanchagadir 6 metr bo'ladi. Yo'l yuzi orientir bu yerda doka qilib deyiladi. Uyimizda 95 plus minus shu kvadrat katta. Hozirgi kunda egalari uyi narxini 97 ming so'rab turishdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon ham qoldirganman. Bemalol telefon qilsanglar, shu va shu kabi uylarni sizlarga o'zim qo'shib olaman.